Bu şalı şonda. Şalı ekan. Qanchada otasiz bunu? 280 so'mdan da otdim. Mana şalı Guruchdan samon ekan do'stlar. Bugun 15 dekabr 2021-yil. Sizlar Jag'in ovqatdagi cho'plarning bolarini bilingizlar, cho'plari qanchadan bo'ladi. Qanchada otasiz aka? 280 so'm. Qanday cho'p aka bu? Şalı pay ekan bunaqa jo'lari. Guruchdan emas ekan. Aga 450 so'mga chiqib turibdi bu yerda. To'mayni qo'y. 300 so'm kami bor. Bedachi 400 so'mni otasizmi? Beda 400 so'm kam, paya 300 so'm kam bor ekan. Paya pres ekan. 420 so'm kam bor ekan. Boqdim cho'q ekan. Qaysi bog' bo'ldi aka? Qancha? 405 so'm bo'ldi. Toza bed ekan. Toza bed ekan 405 so'm uchun. 405 so'mlik bedani ko'ringizlar. Ya somon qanchadan otasiz aka? 350 deb atamiz, arpa somon. 350? Mana 350 so'm. Bu budaydiq ku aka shunda? Budayning somoni u? Arpa somon. Arpa somoni ekan mana. Kemi bor. Ham kemi 300 so'm ekanda, bunday aytganda. Ha, mana. Kelishimiz. Tug'onlar qanchadan otasiz aka bedani? Sizga qarashimiz. Aka 460 so'm bedani ko'rdingizlar. Qayoqda aka bu? Qarasuvning bedasi ekan. Ya qanchadan otasiz shopirasida? Ya aytib qo'ying sanasini. 200 so'm. 200 so'm mana aka. 200 so'mni otadi mana aka. Eng arzon aytdi shu aka. Siz qanchadan otasiz aka? 150 so'm bu. Jon ayting. 500. Jon aytsangiz aka. Bu oldirib cho'p ekan bu. Qanchada otasiz? Qanchadan aychi? 400 so'm ekan. Oldirib cho'p ekan. Hop, bu yoq bu. Bular 400 so'm ekan. Aka boq cho'pni 400 so'm otdim aka. Qayerda ekan shunda? Ko'k beldik ekan. 400 so'm otadigan aka somonda. Ya bizdeka bor ekanmi ichida? Qanchada otasiz aka? 66 ming bo'libdi aka. Bo'g'ozi.